Alo, assalomu alaykum. Rahmatullo aka bilan bog'landikmi, adashmadikmi? Aha. Salomatmisiz akajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Rahmat, yaxshimisizlar? Allohga shukr, rahmat, yaxshi. Avvalo bezovta qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Sizni bugungi shukronalik, shodiyonalik payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Quvonchli kunlar, baxtiyor lahzalar sizni aslo tark etmasin. Ayni damda men sizga tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman va siz ushbu loyiha boshlovchisi bilan suhbatlashyapsiz. Siz bilan suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Bilasizmi akajon, dasturimiz orqali bir yaqin insoningiz bizga tabrik maktublarini yo'llagan ekanlar. Aytingchi, nima deb o'ylaysiz, ushbu tabrik maktublarini qaysi yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Uzoqdamikan yo yaqindamikan? Bilmasam, endi kimlardan ko'proq kutasiz? Kazbeykanmi? Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz. Sizni ayni damda qadrlab, ardoqlaguvchi jonajon akajoningiz Azizbek aka tabriklab qolyaptilar. Rahmat. Minnatdorman. Ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan dilnomalarini, ezgu tilaklarini o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli, oqibatli bo'lgan, ukam yo'q deb hech ham armon qilmasam ham bo'ladigan ukamdek yaqinim, sizni bugungidek ajoyib tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga oilaviy xotirjamlik, sog'lik, bir olam quvonch, baxtli onlar, xayrli umr, saodatli kunlar tilayman. Sizni davlat, baxt, eng a'lo lahzalar aslo tark etmasin. Umringiz xayrli amallarga, ezguliklarga, ajru savoblarga limmo-lim bo'lsin. Sizga dunyodagi jamiki yaxshiliklarni, ezguliklarni tilayman. Har doim yuzingizda quvonch quyoshi balqib tursin. Barcha ezgu niyat maqsadlaringiz ushalsin. Siz qo'l urgan barcha xayrli ishlar muvaffaqiyat cho'qqalarini zabt etsin. Yaxshi kayfiyat hech qachon sizni tark etmasin. Hayotingiz baxtli lahzalarga va ajoyib takrorlanmas hayajonli daqiqalarga to'la bo'lsin. Hayot so'qmoqlarda sizni qo'llab-quvvatlovchi yaqinlaringiz, istalgan paytda yordam qo'lini cho'zishga tayyor turuvchi jigarlaringiz aslo tark etmasin. Qalbingizdagi barcha xayrli niyatlaringiz ijobatini oilangiz bilan ko'rib yurishingiz tilakdoshman. Iloyim farzandlaringiz kamolini, rohatini ko'ring. Onajoningiz baxtiga doimo salomat bo'ling. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Inshaalloh barchamizni birgalikda Allohim haj va umra ziyoratlariga yetkazsin. Ilohim oqibatimizga ko'zlar tegmasin. Ikki dunyo uchun birodarlar bo'laylik. Bugun sizga bo'lsin barcha tilagim. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin. Mudom baxt, omad, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshufta qalbingiz ko'rmasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, doim qadrdon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Deydilar, o'tkinchi dunyosi bir kam. O'tkinchi dunyoda chekmang g'am, alam. Yaqinlar baxtiga sog' bo'ling har dam. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Deya sizni ukasidek yaxshi ko'ruvchi Azizbek aka mana shunday go'zal va samimiy tarzda tavallud ayyomingiz bilan qutlab qolgan ekanlar. Rahmat, bor bo'lsin, sog' bo'lsin. Aytganingiz Mening akamdek yuraman. Rahmatullo aka, agar sizning ham yaqinlaringiz uchun, akajoningiz Azizbek aka uchun tilaklaringiz bo'lsa, fursatdan foydalanib yo'llashingiz mumkin, marhamat. Sog' salomat bo'lsin. Oila a'zosini baxtiga sog' bo'lsin. Yaxshi ishlab, sog' salomat onlarni oldiga qaytib kelib, nima niyatlari ham bo'lsa niyatlariga yetsin. Ota-onasini baxtiga
ota-onasi ularni baxtiga sog' salomat yursin. Salomat bo'lsin. Samimiy tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lishining tilakdoshiman. Siz ham barcha yaqinlaringiz baxtiga salomat bo'ling. Hamisha mana shunday yaqinlaringiz, jigarlaringiz e'zozida va ardog'ida bo'ling. Ayyomlarni yaxshi kayfiyatda, xursandchilikda go'zal o'tkazib oling. Rahmat. Tashakkur. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, rahmat katta. Nima topsa menga ilingan ukam, dilimda tilimda bitta duoyim. Nima topsa menga ilingan ukam, dilimda tilimda bitta duoyim. Turfa yomonlikdan asragin hardam, ukamni omadin bergin Xudoyim. Turfa yomonlikdan asragin hardam, ukamni omadin bergin Xudoyim. Bu dunyo torga tor, keng ekan kengga, tilaklar tilayman yolvorib senga. Bu dunyo torga tor, keng ekan kengga, tilaklar tilayman yolvorib senga. Qancha alam bo'lsa menga bir menga, ukamni omadin bergin Xudoyim. Qancha alam bo'lsa menga bir menga, ukamni omadin bergin Xudoyim. Dadamni eslatar ko'ziga boqsam, onamni eslatar yuziga boqsam, o'zimni ko'raman o'ziga boqsam, ukamni omadin bergin Xudoyim. Haloldan baraka bergin ishiga, ro'baro qilma hech nomard kishiga. Shayton yo'lamasin hatto tushiga, ukamni omadin bergin Xudoyim. Yovuzgan rishtani bog'lagan o'sha, pulinmas mehrimni xohlagan o'sha, ukamni omadin bergin Xudoyim. Bearmon yashasin yuzlardan oshib, ukam bor deb azam maqtanar toshib. Akamga, opamga, hammaga qo'shib, ukamni omadin bergin Xudoyim. Ukamni omadin bergin Xudoyim. Ukamni omadin bergin Xudoyim.